Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Python dasturlash tilining input funksiyasi bilan tanishamiz. Input funksiyasi bu foydalanuvchilar ma'lumotlarni qabul qilib, uni matn string ko'rinishida saqlaydi. Endi keling sizlar bilan input funksiyasi qatnashgan bir dastur tuzaylik. Misol uchun input bu dastur foydalanuvchidan ismini qabul qilib, unga salom beradi. Xo'sh, buning uchun biz ismingizni kiriting deb yozamiz. Kiriting. Hop, endi print funksiyasi orqali buni konsolga chiqarishga harakat qilamiz. Print salom va kodni bog'laymiz. Ism va bu kodni nachasini ko'radigan bo'lsak, hop, misol uchun mendan ism so'rayapti. Ko'rib turganingizdek, salom Hasanboy degan natija qaytarildi.